alaykum. Men 519-22 guruh talabasi Zulfiqor va Farangiz. Bugun nogiron bolani oilada moslashish muammolari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Rejalarimiz birinchisi bu nogironligi bo'lgan bolalar va ularning oilalari bilan ijtimoiy ish olib borishda normallashtirish tamoyillari. Ikkinchisi nogiron bo'lgan bola oilasining o'ziga xos xususiyatlari. Uchinchi rejamiz nogiron bo'lgan bola rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. To'rtinchisi nogiron bolani o'zi oilada moslashish muammolari. Ishning maqsadi nogiron bo'lgan kishilar o'sha hayotini normallashtirish tamoyillari, ularning hayotining sifatini ta'minlovchi asosiy komponentlarni ajratish. Nogiron bo'lgan bola oilasining o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishish, nogiron bo'lgan bola rivojlanish qonuniyatlari, nogiron bo'lgan bola bo'lmagan bolalar rivojlanishdagi umumiylik va farqlar bilan tanishish, bolaning vaqti, rivojlanishning muhimligi, vaqtli aralashuv ahamiyatini o'rganish, muassasalarning nogiron bo'lgan bola tarbiyasiga ta'sirini o'rganish, nogiron bo'lgan bola ota-onalarning individual muammolarini o'rganish bu ishning maqsadi hisoblanadi. Nogiron bo'lgan bolalar va ularning oilalari bilan ijtimoiy ish olib borish normallashtirish tamoyillari, bolani rivojlanish bosqichlari kamolat va barkamol bo'lib voyaga yetishda oilada ota-onalarning pedagog va psixolog munosabatlarda asosiy rol o'ynaydi. Shubhasiz har bir ota-ona farzandining sog'lom, benuqson dunyoga kelishini, katta kelajakda barkamol shaxs bo'lib yetishishini istaydi. Shunga ko'ra bola tarbiyasiga e'tibor qaratadi. Ammo ayrim onalar ruhiy yoki jismoniy kamchilikka ega bo'lgan farzandlar tarbiyalanayotganligi ham ma'lum. Bu vaziyat ota-onalarning ruhiy holatiga kuchli ta'sir qiladi. Ba'zi hollarda oilaviy baxtsizlik tushib qolish holatiga sabab bo'lishi mumkin. Nogiron farzandi bor oiladagi bola bilan ota-ona munosabatda o'ta muhim murakkab muammoni kasb etadi. Hamma gap shundaki, imkoniyat cheklangan bolalarning ijtimoiy moslashuvini ota-onaning tarbiyasiga, muomalasiga bog'liq. Bolalarning rivojlanishidagi kamchiliklar o'z navbatida o'z ota-onasi bilan o'zaro yaxshi munosabatda bo'lishiga to'sqinlik qilishi, shaxslar aro muloqot usullarini shakllantirishni qiyinlashtirishi mumkin. Nuqsonli bolaning oilada tarbiyalanishi uning maktabga tayyorgarligini ta'minlaydi. Bu bolaning maxsus yoki ochiq ta'lim tizimidagi bolalar bog'chasida maxsus hamda umumta'lim maktablarda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiradi. Nuqsonli bolani bog'chada yoki maktabga qabul qilinishi oilaga muhim majburiyatlarni yuklaydi. Bolalar muassasalari bilan uzviy aloqa bog'lash asosiy shartlardan biridir. Oilaviy tarbiyani to'g'ri tashkil etishda maxsus maslahatlar sifatida pedagogik targ'ibotlar, ma'ruzalar, ota-onalarga tegishli maxsus adabiyotlar, mahorat bilan yetkazish muhim ahamiyatga ega. Bolani oilada axloqiy tarbiyalashda maxsus vazifalardan biri uning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish va nuqsonlarni susaytirish, bartaraf etishdir. Bu me'yordan cheklanishlar natijasida vujudga keladi. Oilada bolalarni noto'g'ri tarbiyalashda natijasida boshqalar harakatining tub mazmunini anglamasligi tufayli ularga nisbatan ishonchsizligi yoki yovuzlik hissiyoti tuyuladi. Ota-onalar bilan ishlash o'ziga xos tamoyillar nazarda tutilishi shart. Hamkorlik uchun tayyorgarlik hisobga olgan holda ishlash shaklini tanlashda ota-onalarning qiziqishlarini inobatga olgan holatda yondashish, o'z bolalarining psixologik rivojlanishini aks ettirib, ularning korreksiya tuzatish ishlarini faol qatnashtirish, ota-onalarning o'z bolalariga munosabatlarini nuqtai nazardan o'zgartirib, ularni tarbiyaviy usullar bilan qurollantirish, ota-onalar qobiliyatlari bolalar tarbiyasiga qaratishga undash maqsadida ularga defektolog amaliyotining oddiy ko'rinishlarini o'rgatish. Oilada bola tarbiyasini masalalar pedagoglar, sotsiologlar, psixologlar, tibbiyotchilar, faylasuflar uchun dolzarb muammolardan biridir. Maxsus pedagogikaning muhim masalalaridan biri sifatida nogironlarning tarbiyaviy vazifalarini aniqlamoqda. Nogiron bolalarni tarbiyalashda oila uchun xos bo'lgan asosiy vazifalar bolalarning shaxsiy xislatlarini shakllantirish, tarbiya, maqsad, vazifalar va tamoyillarni mumkinligini aytish,
Nogironi bo'lgan bola oilaning o'ziga xos xususiyatlari aynan o'sha mezotizm bola kirgan 2 yoki undan ortiq mikrotizmlarning o'zaro harakatidir. U o'z tarkibiga maktab va oila munosabatini, ijtimoiy xizmat agentligi, qo'shnilar, tengdoshlar guruhlarini kiritishimiz mumkin. Egzotizm bola bevosita kirmaydigan, lekin uning hayotiga mikrotizmlar orqali ta'sir ko'rsatadigan institutlardan tashkil topgan. Makrotizm jamiyatning asosiy qadriyatlari, madaniyatlari bilan birliklarini tashkil etilishidir. Va ekotizm yondashuv ijtimoiy ish xodim faoliyatining barcha bosqichlarida nogironligi bo'lgan bolaga samarali yordam ko'rsatishga yordam beradi. Nogironi bo'lgan bola o'ziga xos bola oilasiga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlarni ajratish mumkin. Hayot sikllarining o'zgarishi. Nogironi bo'lgan bola tug'ilishdan qattiq stress, chunki 9 oy kutgan bola o'rniga boshqa farzand dunyoga keladi. Doimiy stressda yurishi, birinchi nazoratdan funksiyasidan vaqt oralig'ida buzib ko'rsatish, qo'shimcha moliyaviy xarajatlar, istiqbolli rejalarni yo'qotish, ijtimoiy mavqeyining pasayishi, o'zaro oilaviy munosabatlarning buzilishi bular ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, Gallagerning fikricha, nogironi bo'lgan bola oilasining quyidagi keltirilgan resurslarni yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam beradi. Ona turmushdan qoniqqan, o'z-o'ziga ishonadi, kuchli, doimo qo'llab-quvvatlovchi ota, moliyaviy himoya, belgilangan qadriyatlar tizim va himoyalanganlik, masalan, kuchli diniy e'tiqod, qarindosh do'stlar va boshqa nogironi bo'lgan ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi. Ijtimoiy xizmat xodimi nogironi bo'lgan bola va uning oilasiga tegishli barcha huquqiy me'yoriy hujjatlarni aniq yaxshi bilishi lozim. Ota-ona mutaxassislarga quyidagi modellarni tavsiya etishlari mumkin. Bolani kuzatish va kerakli ma'lumotlarni ota-onalarga yetkazish. Bolani ta'lim olish jarayoniga faol ishtirok etish, ayniqsa kichik yoshdagi bolalar ta'limida. Mutaxassislar kerakli ko'nikmalarni shakllanishida amaliy yordam berib, bolani rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni kuchaytirish, ota-onalar komandada ishlash bilan birga o'zlari ota-onalar maktabi, o'zaro yordam klublarini tashkil etishlari ham mumkin. Nogironi bo'lgan bola rivojlanishiga o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy ish tizimini tuzish va tashkil etishda muhim bo'lgan alohida ehtiyojlar bolalar rivojlanishi asosiy qonuniyatlarini bilishi, normal va patologik ruhiy rivojlanishda asosiy qonuniyatlarning birligi. Alohida ehtiyoji bo'lgan bolalarning ko'plab muammolari aynan mana shu muhim holatga e'tiborsizlik qaratgan tufayli kelib chiqadi. Imkoniyat cheklangan bolalar oilada ota-onalar munosabatlarining turi. Avtoritar uslubga munosabatlar, nevrotik, psixomatik me'yordagi odatiy munosabatlar. Nogiron bolani o'zi oilada moslashtirish muammolari o'sha oilada xulq-atvor, qoida tariqasida asti sikllarga bo'linishi mumkin. Bu yerda bola juda kam e'tibor beradi. Shundan so'ng ota-onalar aybdorlik hissi bilan o'zlarining kambag'al bolasini mamnun qilishni boshlaydilar. Har tomonlama. Bolaning nogiron bo'lib tug'ilishi 4 bosqichga bo'lishimiz mumkin. Birinchi bosqichda ota-onalar chalkashlik, qo'rquvda, ikkinchi bosqich shok holati bilan tavsiflanadi. Ammo ikkinchi bosqichda ota-onalar bolaning ahvolini tekshirish va tuzatish uchun bosh tortadigan ekstremal holatlar ham mavjud. Uchinchi bosqich tashxisni anglash va qabul qilish bosqichi ota-onalarning ruhiy tushkunlik holatida olib keladi. To'rtinchi bosqich ota-onalar vaziyatni moslashtira va realni baholay boshlaydi. To'rtinchi bosqichda ota-onalar ham bunga chiday olmadilar va buzilmaydilar. Shu 4 bosqichlari mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi.